Ha? Mana Oyjonni firminning somsalari. Mana shu somsani necha yoshingizdan beri qilasiz? Bu somsani 19 yoshimda o'rganganman. Alyapa degan ayol kishi bor edi. Zo'r ovqatlar pishirish. Alyapam o'rgatgan menga. Nima kelinlar qilmayapti deyishi mumkin kimdir. Kelinlarga kichkinasiga o'rgatmoqchi bo'lib boshladim buni. Ikkala kelinga o'rgatib qo'yganman kattalariga. Endi bu kichkina kelin bilasiz-a, zo'r bilasiz o'zingiz ham. Bular bemalol tayyorlashadi. Kichkinasiga o'zim o'rgatyapman. Endi o'rtoqlar, ayrim odamlar aytadi, voy oshxonada yalang'och ekan, sochini yoyib olibdi. Shunaqa gaplar ko'p bo'ladi-yu, lekin men birrovga ko'rsatyapman, bilaman oshxonada yalang'och bo'lmasligini. Biz endi xizmatga borishim kerak, o'shaning uchun bitta-ikkita ko'rsatib qo'ymoqchiman. O'zi nomi uchun lekin hamma qilmaydi, lekin biladiganlar bor, qilishadi, lekin kamda kam. Kichkina kelin tukkanini ham ko'rsatdingmi, o'rtoqlar? O'zi uyalyapti, mayli, uyalib ko'rsatmay qo'ying. Keyin ozgina vaqt topib, vaqtim bo'lganda kichkina kelin xonimga xamir yoyishni o'rgataman. O'shani ham videoga olib qo'ysangiz bo'lar ekan. Master klass. Xamir yoyish bo'yicha master klass qilamiz. Master klass bo'ladi. Shunaqa.